Toshkentga bir o'zim ko'chib kelganman 15 yoshda. Dadam bilan ayam Andijonda bo'lgan. Toshkentda o'qiyman desam, xo'p deyishgan. Menga ajrashaman desam, xo'p deyishgan. Mendeki menimcha. Oldin Shahnoza bo'lgan ismim. Oilamiz butun dunyoda birinchi bo'lib oyim Ali Maybekovna deb chaqirgan. Oiladan kelib chiqayotgan nizolar, ajrimlar, shu narsalar nima ko'proq sabab bo'ladi? Psixologlar. Masalan, Samarqandda biznes klublar yo'q ekan. Andijonda lider ayollar klubi bor ekan, katta qizlar klubi bor ekan. Ya'ni menga ahilli yoqadi. Kuch birlikdagi man ishonaman. Men bechora o'zim biznes boshladim, erim tashlab ketdi. Qaysi qilgan gunohim uchun. Men ikkita narsa hayotimni o'zgartirgan. Mehnat va bilim. Sen erga tegishing kerak dedi. Sen kamroq ishlasang erga tegib ketasan dedi. 2 yil ishlamadim. Shunaqa depressiyaga tushib qoldim. Bu uyni remonti 15-16 yil avval bo'lgan. Shuning uchun sal eskiroq. Boshqa uyimga ko'chaman yaqinda, shuning uchun bu yana arendatorlarga tayyorlayapmiz. Shuning uchun mebellari, dekorlarga qaramaysizlar, juda ham eskirib ketgan. Arendaga berib yuborishimiz. Original sumkaga o'tganimda Pradani sotib olganman. Buni ham 6000 ga sotib olganman. Istanbul aeroportidan olganman. Buni berib yuborsam deysizmi? Bilmadim, obunachilar yig'ib bilmadim. Birorta narsa qilib yuborsa kerak. Kursimda o'qigan birortasiga berib yuboraman. Chanel, klassika, manga. Bu nechi pul? Bu 6. Buchi? 5, 4. Chunki insonlar o'zgaruvchan-da. Bugun like qo'ysa, bugun wow deydi, ertaga xalq neto bitta reelsda yelkam ko'rinib qolsa, aynibdi deydi. Indiniga namoz o'qiyotganim ko'rsam yaxshi ekan deydi. Insonlar o'zgaruvchan qilib yaratgan Alloh. Bu plyusga ham, minusga ham. Assalomu alaykum hammaga, hurmatli millionerlar. Bugun biz sizlar uchun eksklyuziv bir ko'rsatuv tayyorlayapmiz. Ya'ni marketing qirolichasi Alima Aybekovna bilan bir kunlik ish jarayoni haqida eksklyuziv ko'rsatuv tayyorlayapmiz. Videoni boshida bizga like bosib, kuzatishni davom etib turinglar. Demak, biz boshladik. Demak, hozir mikrofonlar taqilgan. Endi video uchun hali ssenariy qilib qo'yapmiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Kadr uchun yana bir qator so'rash qo'yamiz siz bilan. Yaxshi kelib oldinglarmi Andijondan? Ha, komanda bilan Andijondan kelibsizlar? Kelib oldik. Charchamayapsizmi opa? Zo'r, Opa, ma'lumot uchun, bilmaganlar uchun biz qayerdamiz bir tanishtirib o'ting. Mirobod tumanida, Mirobod avengining oldida, to'g'risida. Xonadonimizdamiz. Meni xonadorimda. Bo'ldi, demak biz boshladik. Bizni kuzatishda davom etinglar. Birinchi shundoq kofe ichib, chunki hozir juda erta keldinglar. Kofe ichib, salonga boraman. Keyin ishxonada yana syomkam bor. Yangi kursga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Keyin sport, keyin uy. Alima opa, bu nima? Vitaminlar ichasizmi? Har kuni ertalab men vitamindan boshlayman kunimni. Kardiomagnin ichadigan yoshga ketibman. Qon suvi yuritiladigan ham omega, vitamin C, suv. Vitaminlarni albatta ovqat bilan birga ichaman. Chunki oshqozonga og'ir kelmasligi uchun. O'zimga kofe tayyorlashdan sho'rman. Sutsiz kofe icha olasizmi? Bo'ldi, hozir. Alima opa, mana siz o'zi ish holatida rasmiy ayolsiz. Uyda Alima Aybekovna qanaqa holatda bo'ladi? Instagramda juda shaddodman. Jiddiy emasman. Lekin uyda juda tinch, spokойныйman. Uydagilar bilan ham kam gapman. Introvertman. Ishxonada ko'p gapiraversam kerak. Uyda juda charchayman gapirgan. O'zi g'iybatdan tiyilsiz, muhokamadan tiyilsiz, gapirgan rosa oz gap qoladi. Shuning uchun hayotda kam gapman. Ishxonada hamma gapimni gapirib olaman. Mana biz hozir uy sharoitida kelib chiqib turib savollar beramiz. Hozirgi zamondagi ayollar uy sharoitida o'zlarining oilaviy muammolari haqida nimadan ko'proq norozi bo'lyapti yoki xato qilyapti deb o'ylaysiz? Oiladan kelib chiqayotgan nizolar, ajrimlar, shu narsalar nima ko'proq sabab bo'ladi? Psixologlar. Psixologlar, chunki Qur'onda manipulyator, narsist degan so'zlar yo'q. Psixologlarni eshitsangiz, yo ota-onangiz sizni neto tarbiyalagan ota-onangiz kechirishingiz kerak yoki eringiz gul bermayapti, katta sovg'a bermayapti, eringiz juda neto. Siz hozirgi muncha ayollarning talabi o'ta kuchli. Oldin erkaklarga ovqat qilib kim bersa yetar edi, hozir biznes ham osh berish kerak erlar.
Menimcha birinchisi bu psixologlar, ikkinchisi o'zini yetarlicha tushunmaslik va o'zini qabul qilmaslik. Ayol kishi o'ziga o'zi yoqmasa, boshqalar ham yoqmayotganga o'xshaydi. Misol uchun men o'zimga yoqsam, menga farqi yo'q kim Instagramda men haqimda nima deb yozadi, xeyterlar nima deb yozadi, menga umuman farqi yo'q, chunki men o'zimni yaxshi ko'raman. Biz afsuski o'zbek oilalarida kamtar tarbiya qilaman deb bizni o'zbek oilalarida kamtar tarbiya qilaman deb aybini qidirishadi qiz bolani. O'ziga yoqmaydi, oynaga qarasa ko'rinishi yoqmaydi, bilimi yetmaydi, o'ziga ishonchi pastligi uchun eridan ayb qidiradi, ommadan, qaynotasidan. Shuning uchun menimcha ayollarni yoshligida katta qilayotganda mehr bilan, sen chiroylisan, sen zo'rsan, sen aqllisan deb tarbiya qilish kerak. Shunda ayol kishi yoshligida olmagan mehrni eridan, tashqaridan kutmaydi. Mana siz o'zi tadbirkor biznesmen oilasida katta bo'lgansiz. Mana misol uchun siz endi yoshlikdan shu narsani ko'rib, bilib bo'lgansiz. Mana aksariyat mana shu siz aytayotgan holat, ya'ni psixologlar yoki boshqa narsalar shu 5 yil u yoq bu yoqda paydo bo'lib qoldi. Mana sizni yoshligingizda ham shunaqa narsa bo'lganmi? Hech o'zi shunaqa hozirgi zamondagi ayollarni talabini qilganmisiz? Ya'ni biznes ochish kerak, eriga shikoyatlar bo'lgan. Endi 36 ga kirib, mana menda anglashlar bo'lyapti. Ya'ni mana endi chiqayotgan mana misol uchun oldin bunaqa narsa menimcha siz o'zingiz bo'lganmi, bo'lmaganmi? Ya'ni hali hozirgi kundaqa psixologlar paydo bo'lishi, hamma psixologический kurslarga bordim. Boshida o'sish bo'ldi, lekin undan keyin tushish bo'ldi. Tushganimda hech qaysi psixolog olib chiqib keta olmadi meni. Nima sabab bo'lgan? Chunki ba'zi bir holatlarda hamma narsani o'zim olib chiqib ketaman, o'zim qilaman deysiz-da. Yokida o'zingizga o'ta ishonaverasiz yoki psixologga. Yoqmaydi. Allohga. Men qattaman deydi. O'shaning uchun ko'p shunaqa holat bo'ladiki, psixologlar, qarindosh urug'lar, tanish bilishlar, pullar hech nima yordam bera olmaydigan holat bo'ladi. Shunda faqat Xudoga tavakkal qilishni olib chiqib ketadi. Bo'ladi shunaqa. Birinchidan, men 15 yoshda Andijonda уже ko'chib ketgan edim. Shuning uchun hamma auditoriya yangi edi. Instagram orqali tanigan edi birinchidan. Ikkinchidan, men qarindosh urug', o'rtoqlarni tekinga taklif qilmadim. Chunki marketingda maqsadli auditoriya bor, faqat tadbirkorlikka qiziqqan yoki tadbirkor ayollarni taklif qilindi. Umuman bir dona qarindoshim keldi, u ham organizator edi, Mubina degan qiz. Andijonda zo'r bo'ldi deyish uchun qarindosh urug'imni ichib ko'ring. Qarindosh urug'imni taklif qilishim mumkin edi, lekin men bilaman, marketologman, uy bekasiga bilim bersam ham u ishlatmaydi. Shuning uchun faqat reklama orqali, o'zimning Instagram orqali blogerlar bilan birga ishlab, shuni anaqa qildik, yo'lga qo'ydik. O'zim uyimda bo'lganim uchun atmosfera boshqacha bo'ldi. Meding cake o'zim o'quvchim dasturxon tuzab berdi. Barib andijonliklar har xil viloyatlarga boraman. Toshkent, Jizzax, Samarqand, Andijon deb. Andijon bilan Jizzax bar mehmondo'st. Juda mehmondo'st, juda ham minnatdor auditoriya, minnatdor bo'ladigan auditoriya. Masalan, Samarqandda biznes klublar yo'q ekan, Andijonda lider ayollar klubi bor ekan, katta qizlar klubi bor ekan. Ya'ni menga ahillik yoqadi. Kuch birlikdaligi men ishonaman. Kofe zo'r ekan. Sizlarga ham tavsiya qilaman. Opa, nima qilib, nima qilsanglar kofeladi. Kurslar ekasizlar, o'zlari kurs nima qilib beradi. Kofe qilib beradi. Men oldiga pechenyesi bo'lish kerak edi. Men bir roz stakani bir roz tegida nimasi tarelkasi bo'lish kerak, qo'yib berish kerak edi-da. O'tirib olaveramizmi? Keling-da, o'tiring. Kuchli ayol bo'lish uchun sizga nima ta'sir qilgan? Kuchli ayol bo'lish uchun 100% tavakkal qilasiz Allohga. 100% tavakkal qilsangiz, sizda kuchingiz ko'p bo'ladi. Tavakkal qilish, lekin yig'lash bu anaqa menimcha. O'ziga rahmi kelishlik. Men bechora o'zim biznes boshladim, erim tashlab ketdi. Qaysi qilgan gunohim uchun. Men unaqa narsa yo'q. Men yaxshisi ham yomoni ham bo'lsa yaxshilikka deb turib 100%. Shunaqa holatlar bo'lgan, o'ta qiynalgan holatlarim bo'lgan. O'ta sinovli vaqtlar bo'lgan, keyin u qanchalik ne'matligini tushunganman. Shuning uchun menda bo'sh qolsam zikr aytaman xolos men.
Shu yig'lab, meni aldashdi, meni tashlab ketishdi. Masalan, marketologman. Instagramda hozir ko'pchilik like, prosmotr uchun har xil cringe'lar chiqaradi. Men ham chiqargan edim. Bir 2 yil avval hamma reelsim 1 million prosmotr olgan. Lekin kurslar sotuv bo'lmagan. Keyin ishonch tushib ketgan. Hozir Instagramda reelsda like, axbat uchun emas, birinchi o'rinda hurmat va ishonch uchun ishlagan bo'lgan. Eng katta o'ylagan, olgan darslarim shu bo'lgan. Shu millionli reelslardan ham menda sotuv bo'lmagan. Sotuv ko'proq ishonch bor joyda bo'lishi. Mana o'zingizni hayotingizdan kelib chiqib turib, mana men yig'lamayman, men hamma narsa yaxshilikka, bu hammasi Xudodan deyapsiz. Men shunaqa tavsiya bersangiz ham, haligi baribir yig'lab, yo'q men ishim bo'lmayapti deganligi ayollarimiz o'ziga ham ko'p kelgan bo'lishi mumkin, qizlar. Shularga bir tavsiya bering. Bir oson yo'li yo'qda, faqat mehnat odamni tarbiyalaydi. Mehnat odamni tarbiyalaydi. Zo'r xarakter mehnat orqali keladi. Mehnat qilmagan insonni men zo'r inson deya olmayman. Chunki mehnat qilmagan inson boshqa odamning mehnatini qadrlamaydi. Mehnat qilmagan inson o'zi inson sifatida poklanmaydi, shakllanmaydi va ichki stержень kuch bo'lmaydi mehnat qilmagan insonda. Birinchi o'rinda men uchun mehnat qilish kerak odam shakllanish uchun. Jismoniy mehnat, sportmi, kitob o'qishmi, ishlashmi? Insonda gaplar, aqlli gaplar emas, mehnat tarbiyalaydi. Mehnat qilish kerak. O'qish kerak, albatta bilim olish kerak va mehnat qilish kerak. Men ikkita narsa hayotimni o'zgartirgan: mehnat va bilim. Bilim bilan mehnat bo'lsa, u odam ko'chada hech qachon qolmaydi. Mana shu o'zingizga bir nima qilganmiz, marketing sohasi sizga kerakmi o'zi aslida? Bir zerikkan paytlaringiz bo'lganmi mana shu ishdan biri? Menga o'sha nima psixologlarga qarshiman, menga psixologlar aytdi, "Sen erga tegishing kerak" dedi. Sen kamroq ishlasang erga tegib ketasan dedi. 2 yil ishlamadim. Shunaqa depressiyaga tushib qoldim. Men ishlamasam, o'qimasam, rivojlanmasam, umuman depressiyaga tushib qolaman ekan. Shuning uchun yo'q dedim, u narsa noto'g'ri ekan. Chunki Xadicha onamiz ham, Oysha onamiz ham bir ishlamay, o'qimay o'tirmaganda hech qachon. Biz Qur'onda yo'qda, u ayol kamroq ishlash kerak degan narsa Qur'onda yo'q. Professional bo'lishingiz uchun po-любому ishlashingiz kerak. Ishlamaguningizgacha, tajriba olmaguningizgacha siz inson sifatida shakllanmaysiz. Marketing menga kerak. Hozir pul topishim uchun, insonlarga yordam berishim uchun, farzandlarimni tarbiya qilishim uchun. Chunki voy bolam o'qi, namoz o'qi, ishla desam ta'sir qilmaydi. O'zim ishlasam, o'zim namoz o'qisam bolalarim ta'sir qiladi. Shuning uchun menga marketing kerak. Mana hozirgi kunda sizni atrofingizda juda ko'p xodimlaringiz bor. Sizni hech bir noto'g'ri tushungan paytlar bo'lganmi odamlar? Bo'lgan. Auditoriyangiz. Xodimlar, atrofingizdagilar qachon sizni tushunishmaydi, qachonki siz o'zingiz nima xohlayotganingizni bilmasangiz. Masalan, parikmaxerskiga kirardim, sochimni jingalak qilib qo'ying derdim. Uni katta jingalak bor, kichkina jingalak bor, har xil jingalak bor-da. Keyin har doim yig'lab chiqib ketardim, yoqmadi. Shunda o'zi nima xohlayotgan desa, rasmda ham ko'rsata olmadim. O'zi nima xohlayotgan inson boshqalar tushunmaydi. Chunki u aniq ravon kutuvlarini aytmaydi. Men sendan shu ishni talab qilishim kerak, shu ishni qilib bergin. Meni komandamda Westminsterni bitirgan, eng katta kompaniyalarda ishlagan, Amerikada ishlagan odam ham yo'q. O'zim kurslarimda o'qigan uy bekalari, mening o'zim hozirgi komandamda. Lekin o'z sohasida rivojlanayotganlar. Shuning uchun agarda o'zingizni yaxshi bilib olsangiz, nima xohlayotganingizni aniq bilsangiz, sizni eng zo'r universitetda eng zo'r bilimli inson emas, oddiy uy bekalari ham tushunadi. Lider inson, tadbirkor inson qancha oson uni tushunish oson bo'lsa, shuncha uni sotuvlari ham zo'r bo'ladi, ham xodimlari ham yaxshi ishlaydi. Siz Instagramingizda ko'rdim, mana u qaynonasidanmi yashirib sizni kursingizga kelib hozir biznesmen bo'lib ketibsiz. Shu o'zingiz eshitib hayron bo'ldingiz-ku, qanaqa sizdan nima tashqi holatda? Men o'zim Andijonda yaxshi o'qimaganman. Men o'zim uy bekasi bo'laman deb o'ylaganman. O'zim
3 bahoga o'qiganman. O'zimga ishonchim past bo'lgan. Men qila olgan, sizlar ham qila olasizlar deyman. Shuning uchun men hamma o'quvchilarim 0 da o'ziga ishonchsiz kelganda duh paydo bo'ladi ko'pida. Hozirgi hayotingiz bilan avvalgi hayotingizdagi holat qanaqa? Hozir menda sakinat bor. Ya'ni 100% Allohga tavakkal qilib qo'yish bor. Allohning rejasiga ishonish bor, Allohning mehrini his qilish bor. Oldin o'sha mehrni insonlardan kutganman. Oldin insonlarga ishonmaganman. O'zimga ishonmaganman, insonlarga ishonmaganman, Allohga tavakkal qilmaganman, hammadan ayb qidirganman, juda injiq bo'lganman. Hozir tavakkal qilib qo'yish bor, o'zimga ishonch bor, Allohning rejasiga ishonch bor. Hozir ancha duh paydo bo'lgan. Menga hozirgi holatim yoqadi. Sizni mana shu holatingizga, tarbiyangizga ota-onangiz eng katta aytgan gaplari nimalar bo'lgan? Har bitta g'oyamni qo'llab-quvvatlashadi. San'atda mashinani beraveraman desam tinch qo'yib qo'yishgan. Kurs qilaman desam ham tinch qo'yib qo'yishgan. Toshkentga bir o'zim ko'chib kelganman. 15 yoshda dadam bilan ayam Andijonda bo'lgan. Toshkentda o'qiyman desam xo'p deyishgan. Menga ajrashaman desam xo'p deyishgan. Mendagi menimcha qo'llab-quvvatlagan ota-ona yo'q. Menga Toshkentga ko'chib kelishga ham xo'p degan 15 yoshda dadam. 18 yoshda prava olishim kerak desam xo'p deb Captiva yangi chiqqanda olib bergan. Ya'ni sen aqllisan, sen zo'rsan deb o'ta maqtashmagan. O'ta erkatoy qiz ham bo'lmaganman, lekin ish, o'qish, rivojlanish bo'lgan joyda har doim qo'llab-quvvatlashgan. O'quv markazini ochmoqchiman desam dadam 20 ming dollar berib turgan. Lekin bu o'quv markazim yopilib ketdi. Toshkentga o'qigani bormoqchiman desam qo'llab-quvvatlagan. Har bitta ishimni qo'llab-quvvatlaydi. Даже oldin Shahnoza bo'lgan ismim Alima deb almashtirganimda oilamiz meni butun dunyoda birinchi bo'lib oyim Alima Aybekova deb chaqirgan. Men shunda bilganmanki, ota-ona farzandini hurmat qilish kerak. Sen nimani ham bilarding, sen hech nima bilmasan deb qo'ymagan hech qachon. Hozir ham de eshitadi dadam. De hurmat qilib eshitadi. Menga shu narsa yoqadi. Erkinlik berishgan birim hozirgacha. Mana agar sizda shunaqa sharoit bo'lmaganda hozirgi darajaga chiqa olarmidingiz? Endi hozirgi masalan o'quv kurslarimda faqat o'zim tajribamni o'taman. Dadam pul berib boshlagan bizneslarim yurmagan. Ya'ni hamma o'zim investitsiya qilgan, o'zim pul to'plab qilgan bizneslarim yurgan. Boylarni farzandlariga beradigan eng katta puli, eng katta merosi bu xarakter. Ya'ni boy inson bilan o'ssiz, necha marta namoz o'qiyapti, qaysi sportga boryapti, kimlar bilan ko'rishyapti, qanday pul topyapti, o'zingiz bilan ko'rasiz. Va bu xarakter eng katta meros. Uylar, mashinalar o'tkinchi. Va meni eng katta boyligim, eng katta merosim shu menimcha xarakterni meros qilib olganim. O'zingiz olgan tarbiyani farzandlarimga ham bera olyapman deb o'ylaysizmi? Farzandlarim mendagi bo'lishi shart emas, mendagi bo'lmaydi ham. Birinchidan ular otasiz o'syapti. Meni ham bir vaqtlar ayam bilan dadamga o'xshayman deganman. Ayamga o'xshab erimni boy qilib yuboraman deganman. Chunki ayam turmushga chiqqandan keyin dadam boyib ketgan. Uni qo'limdan kelmadi. O'zim boy bo'lishim kerak ekan deganman keyin. Ya'ni farzandlarni o'ziga o'xshab tarbiya qilishga harakat qilish bu noto'g'ri. Siz hech qachon otangizga o'xsha olmaysiz, u boshqa odamsiz. Boshqa davrda, boshqa ma'lumotda o'syapsiz. Menda ham ota-onam SSRni vaqtidagi tarbiyalamoqchi bo'lishgan, lekin o'xshamagan. Balki men ham ularning orzusidagi qizga aylanmagandirman. Lekin ular xayoliga ham keltirmagan, shu ularning qizi kitob yozadi. Minglab ayollarga bilim berishini ular tasavvur ham qilmagan. Ya'ni biz ota-onani hurmat qilishimiz kerak, lekin 100% ularga o'xshashga harakat qilishimiz kerak emas ekan. Men ularga harakat qildim, o'xshashga o'xshamadim. Ulardagi ahil oila qilishga, esli ayoli bo'lishga, aqlli ayol bo'lib turmush o'rtog'ini podдержка qilishga 12 yil podдержка qildim, lekin turmush o'rtog'imni odamdagi boy quvarish men xudo emasman. Alloh o'zi biladi. Demak, men o'zim bo'lishim kerakmi dedim. Ha, xo'p dedim. Siz uchun oddiylik muhimmi yoki hashamatmi? Hozirgi kunda bu narsa o'zi odamlar uchun kerakmi, kerak emasmi?
o'ziga ishonmagan inson hashamatlar orqali hurmat topmoqchi bo'ladi. Boshida masalan shunaqa etapim bor edi, Rolex'lar oldim. Mashina o'zim olganman. Dubayda kvartira, Rolex, brend hammasini olganimdan keyin shunaqa moment keldi. Marketingni bilganim uchun bu men ulardan ko'ra ustunroq brendman o'zim. O'zingizga ishonchingiz zo'r paydo bo'lsa, shu ishni yopib qo'yish kerak-da. Tashqarida remont ketyapti, shuning uchun to'g'ri tushunasizlar, ovoziga uzr so'raymiz. O'zingizga ishonchingiz baland bo'lsa, hashamatlar, brendlar umuman ahamiyat berish kerak emas. O'zingizga ishonchingiz o'ta baland bo'lishi kerak. Juda o'zingizga ishonchingiz baland bo'lsa, o'ylaysizda, boshqalarni boy qilamanmi, bu qimmatroq narsa olib o'zimni boy qilaman deysiz. Men bilmayman, bo'lgan qaysi brendligini bilmayman. O'quvchim podarka qildi, kiyib oldim. Bo'lgan etapim, bitta etapim bo'lgan. Hamma brilliantlar, soatlar o'tda moddiyatga o'ch vaqtim bo'lgan. Hozir o'tib ketgan. Hozir o'tib ketgan. Любой brenddan men o'zim kuchliman. Ichimda shunaqa ishonchim bor. Sog'lig'imiz juda ko'p. Bugungi kuningizga yetadi, nolasi. Shuning uchun bugun biz qayerlarga boramiz? Salonga chiqishim kerak. Salonda hozir sochim makiyaj qilib, chunki reelslar olyapmiz. Serialli reelslar bugun boshlanadi. O'sha syomkasi bo'ladi ishxonamda. Bir qator uyingizni ko'rsatib, agar ko'rsatamiz desangiz, yokida bir ayollarimiz uchun qiziq bo'lgan bir detallar bo'lsa, shularni ko'rsatib boshlayveramiz bu yerda. Bo'laverami? Bizni kuzatishda davom etib turinglar. Like bosib tursanglar, mehnatimiz uchun sizlarga xursand bo'lamiz. Bu uyni remonti 15-16 yil avval bo'lgan, shuning uchun sal eskiroq. Boshqa uyimga ko'chaman yaqinda, shuning uchun bu yana arendatorlarga tayyorlayapmiz. Shuning uchun mebellari, dekorlarga qaramaysizlar, juda ham eskirib ketgan. Arendaga berib yuborishimiz kerak. Arendaga berasizmi? Arendatorlar kerak bo'lsa, hovli. Chunki markazda joylashgan, to'g'rida kafe. Ular Mirobodda o'zi zo'r joy ekan. Necha pul berasiz bu yerda arendaga? 20 ming. 20 ming. Da. Bemalol kimga Mirobodda katta joy kerak bo'lsa, gостиница qilib yuborishlar mumkin. O'quv markaziga bermadim. O'quv markaziga kelganda andijonlik bolalar. Necha sotik bu? 8 sotik bo'lsa kerakmi? Hamma yo'q eski, уже bir remontini to'g'rilab, hozir yangi uyim bitsa o'tga ko'chaman, xudo xolisa sentyabrda. O'quvchilarimdan har doim sovg'a keladi, shunaqa men chizgan portretlar keladi. Xodimlarimdan keladi. Bu yerda balkon shekilli. Yo'q, hech kim yashamaydi. Bu yerda kichkina o'g'lim, qizim, katta o'g'lim. Yana undan tashqari o'zingiz haligi mana hamma ayollar yaxshi ko'radi kiyinishga. O'zingiz o'sha oxirgi payt men umuman brend narsa kiymayapman deb. Yo'q, unga brendlar olyapman. Oldingidekka mehr yo'q. Prosta. Oxirgi marta qanaqa bir brend oldingiz opa? Qimmatroq. Armaya sumka, orzumdagi ikkita sumkani oldim. Necha pulliga? 20 dan tepasimi? Yo'q, 20 ga bormaydi, 15. Ko'rsak bo'ladimi? Ko'rsatasizmi bizga? Da. Uyim o'zini ichida garderob bor. Garderobning ichida sumka kolleksiyam. Qaysi? Bu Hermes. Bu Hermesda o'zim orzumdagi sumka edi. Yaqinda kelib uni sotib oldim. Orzumdagi sumka. Necha pul? A? Necha pul? Qaysi? Ikkalasini narx. Necha puldan oldingiz? Shu 10 dan 15 gacha-da, 15 gacha. O'zingiz magazindan chiqib oladigan bo'lsangiz, buni o'zi Dubaydan oldingizmi yo zakazga olib keltirdingizmi? Dubaydan olib keltirib, olib berishdi. Orzumdagi sumka deb Xitoyda tutdim. Aeroportlarda tutdim, yerlarga qo'yib yubordim. Endi bunisini ehtiyot qilaman tegini. O'sha yangisini olishim kerak. Haqiqiy qo'shalikni shundan bo'lsa. Agar bergisi keladimi? Alini o'ylaganmiz shunaqa narsalar. Yo'q, bunlar yo'q. Birkin bergisi kelmas ekan. Chanel bilan Birkinni bermayman, Diorni ham. Balkim boshqa. Mana men buni ham birinchi yillardan bo'lib original sumkaga o'tganimda Pradani sotib olganman. Buni ham 6000 ga sotib olganman. Istanbul aeroportidan olganman. Nimaga bu qimmat original sumka deganimda, men bu senga pojizniy bir umrga garantiya bor. Birortasi tushsa, men bularni degan, biz to'g'irlab beramiz, tekinga degan. Louis Vuitton ham shunaqa 1 yil davomida shikast yesa, borib to'g'irlasa bo'ladi. Birinchi olgan sumkalarim shu bo'lgan. Rosa yaxshi ko'raman bu sumkani, bu Pradaniki. Bular Pradalarni berib yuborish mumkin, Chanel bilan Hermes bermasam. Pradani nima qilsa berib borasiz, misol uchun birorta tanishsiz. Endi bari bilgan yaxshi-da.
bizni ko'rib, keyin hali o'z yaqinlaringiz bo'lsa, misol uchun nima Yo, qilish san'atdan berib yuborib bilmadim. San'atdan berib yuborib afsuslandim deb. Afsuslanmadim. Buni berib yuborsam deysizmi? Bilmadim. Obunachilar yig'ib bilmadim. Birorta narsa qilib yuborsak kerak. Kursimda o'qigan birortasiga berib yuboraman. Kursingizda o'qigan eng Zo'r natijaga chiqqan o'quvchimga berib yuborishi mumkin. bu narxi nech bu? 6000 edi. 6000 edi. Necha yil avval? 3 yil avval. 3 yil avval 6000 dollar Prada original. Xullas qanaqadir shartda bir kechgacha topamiz agar nima Yo, bo'lsa. o'quvchilarim eng zo'r. O'quvchilaringizdan. Sold out o'quvchilarimning biriga Endi beraman. baribir bu ko'rsatuvimiz YouTube'ga bir 10 kun yo'q-yo'qda chiqadi. Ungacha kommentda yoki boshqada Bemalol yozilsa bo'ladi. 1-iyungacha ham yozilsa bo'ladi sold outga. bo'ldi. Prada bilgan biladi. Hozir ham bu brend aktualniy chunki kinosi chiqdi. Diablo Nose Prada. Orzuyimdagi. Menga Chanel yoqqadi. Bu yerda Chanel kolleksiyam. Bu yerda Chanel kolleksiyam. Bu yerda Dior kolleksiyam. Bular ham narxi 6000 dan boshlanadi. Bularni 6-7 Keling ming. bitta aytib keting. Bu Dior, Lady Dior. Meni eng yaxshi ko'rganlarimdan biri prinsessa Diana kiyar edi. Chanel klassika. Bu nech bu? Bu 6. Buchi? 5. 4. Ha, sekin. Shunaqasi ketgan. Bular ham eng qimmati mana 7. Chanel brendining sumkalari yildan yilga oshyapti. Bu o'tgan yili 6 edi, o'tgan yili 6 edi, hozir 7. Yana bitta yaxshi ko'rgan bo'ladim Louis Vuitton. Bu nech pulligi bu? Bu adashmasam o'tgan yilgi kolleksiyami? Yo'q, bu yangi bu yilgi kolleksiya. Bu yangimi? Bu yilgi kolleksiya. Yangi kolleksiya. Yarim lo'ralarim eskirib ketgan tushiyadi. Bu yerda oyoq kiyimlar. Bir haligi Rolex oldim dedingiz. Rolex qanaqa u model? Rolexdan Cartierga o'tganman. Hamma ayollar tilla to'plasa, men soat to'playman. Ha, chunki endi bu ham investitsiya hisoblanadi-yu. Da. O Cartier. Bu Rolex 19 mingga tushgan bu Rolexim. Men bu Cartierlar 5-6 ming xolos bular. Bular 5-6 mingdan bular. Men bu ikkalovi yangi kolleksiya, bu ham yangi kolleksiya. Bu Chanel. Eng eksklyuzivni topish qiyini bu. Bu model. Klassika. Cartier. Bu da kolleksionerlarniki topib berishdi menga. Shu hozir ko'p bitta Rolexim bor, qolgani 4 ta Cartier va bitta Chanel. Siz endi hali klassika kiyinganingiz uchun Cartierda maqsadingiz keladi. Jenstvenlar. No Rolex birinchi orzumda olib qo'yganman. Hozir kiyimimga moslab ko'proq xarakterimga Cartier. Buni ham prinsessa Diana taqqanligi uchun. Da. Prinsessa Diana taqqan. Bu nechinchi yil olgansiz buni? Buni yaqinda oldim. Nech pulga oldingiz buni? Ha, sir bo'lib qolqasin, bu kolleksionniy. Xullas, Cartier endi narxini bilganlar biladi. Bilganlar shu kommentariyada yozib qoldiringlar. Da. Xullas, Cartier undan tashqari Rolex. Chanel bor. Bu Hermes'niki bu? Da, nari Hermes sumkamniki. Bilasizmi? Hozir bu yerda nima qildingiz endi? Endi biz tushundik nima bo'lganini, lekin biz tomosha qilayotganlar. 1-iyunda tug'ilgan kunim, 37 yoshga to'laman hamda ikkinchi kitobim chop etilmoqda. Shuning uchun 2-iyun kuni men katta qilib tug'ilgan kunimni nishonlab blogerlar keladi hamda kitobimni prezentatsiyasi bo'lib o'tadi va qo'shig'imga ham klip olaman. Qo'shiq, kitob va tug'ilgan kun hammasi bittada bo'ladi inshaalloh. Shunaqa bo'ladi. Kelinglar. Asosan nimalarga e'tibor berib yurasiz, opa? Hayollarimga nimani o'ylayapman. Men hozir nimani o'ylayapman va bilaman, shu hayolimdagi narsa hayotimga kirib keladi. Asabimni to'g'irlab boraman, chunki men asabim buzilsa, butun jamoa asabi buziladi. Bu birinchisi, ikkinchisi hayolimdagi narsa tez hayotimga keladi. O'shaning uchun nima o'ylayapman, nima uchun bunaqa o'ylayapman deb hayollarimni to'g'irlashga harakat qilaman, fikrlarim. Agarda yomon o'ylar bo'lsa, uni to'g'irlashga harakat qilaman. Nima deydi?
bu kech payt ishlar ekan, bu naryoqdan kirishinglar mumkin bo'ldi. Lekin bu ishlamasa ekan, Qolib ketaveramiz, ketdik. Uxlashib beramiz, ishda. Mana bir kunda boshqa kunlari ham shunaqa yurasizmi, boshqa joylarda? Unchalik emas, bugunga to'planib qoldi. No, qancha ko'p odam bilan ko'p ko'rishsangiz, shuncha daromadingiz oshishiga ishonaman. Chunki pul insonlardan keladi. Men ofis olmasdan 1 yil 2 yil uyda qolib ketdim-da. Daromadim tushdi. Ofis bilan shunaqa переговорlarga ko'p borsam, daromadim rostdan oshadi va ishim tez, yo'llarim ochilib ketadi. Bu yerda dekor tushmadim. Men xohlagan dekor tug'ilgan kun u Oskar stilda. Shuning uchun bu yer Oskarga juda ham zo'r tushmadi. Endi muzeyni ko'ramiz. Ketdik. Anaqa o'zi siz bu energiyani qayerdan olasiz? Energiya qayerdan olasiz? Xohish va tasavvur. Charchamaysiz ekanda, agar o'zingizga qoladigan Men bo'lsa. ertalab yana fitnessga borardim, bugun bormadim. Fitnessga kech payt boraman. BMW X6 bu. X6. Paket karbon bo'lgan ekan. Har bitta kuchli insonni yoki-da bir muvaffaqiyatga erishgan odamni o'ziga yarasha mashaqqati bo'ladi-da. Sizda ham shunaqa vaziyat bo'lgan. To'g'rimi? Har doim o'ta katta maqsad qo'yib olaman. Mana hozir 2 hafta tug'ilgan kun qilishim kerak. Hali kitobim tayyor emas. Klip olishim kerak. Bilmadim. Juda katta maqsad qo'yib olaman, keyin stressga tushib yuraman. Любой muvaffaqiyatli inson har kun mashaqqatda bo'lishi kerak. Ya'ni mana bu miyangiz qisib yo'l topolmayotgan bo'ladi-yu, nima qilishdi? Shunda faqat 10% ishlayotgan bo'ladi. Inson shunaqa davleniyada, bosimda bo'lishi kerak. Inson bosimda bo'lmasa, u to'liq ishlamayotgan bo'ladi, rivojlanmayotgan bo'ladi. Mana bu qanaqa qilib bilet sotaman, qanaqa qilib kitobimni chiqazaman, tug'ilgan kunimni qayerda qilaman, qancha bilet sotaman, pulni qayerdan olaman kitobga. Shu savollar insonni kuchli qiladi. Anavi yo'q narsadan bir narsa yaratish insonni kuchli qiladi. Mana bitta joyda shu haligi seminar o'tkazish yoki kurs nima qilish. Bitta rasxod qancha ketadi mana Jizzax, Samarqand, Andijondagi bitta viloyatga siz rasxod? Viloyatlarda o'ta qimmat bo'lmadi. Muzeyda masalan hozir 400 kishilik tug'ilgan kun qilaman desam, arendani o'zi 10,000, apparaturalar bilan yana 4,000 ancha ketadi. Hozir organizatsiyani o'ziga necha pul ketdi? Xomshot holati. Hali bilmaymiz, hali xomshotni hali bilmaymiz. Endi bu tarafdan kirish kerak ekan. Nimada o'zdan O'zbekchani oldidan ham kirsiz bo'ladi. Qo'shig'imni klipi ham prezentatsiya bor, shunda so'zlarini shu yoqqa chiqazamiz dedik. Qo'shig'ingizni klipi hali olinmadi lekin. o'chiramiz, chunki o'sha kuni konsert bor ekan. Siz hozir qo'shilmasligi o'zlari deb yana kelishtirib. Yo'q, ularchi bor yo'q o'zi menga. Tug'ilgan kunga joy tanladik, obed qilib oldik komanda bilan. Endi restoranga, ofisga. Asosiy uyingizdan ham ko'p vaqt shu yerda o'tsa kerak-a? Obeddan keyin shu yerda, ba'zida 10-11 bo'lib ketyapti. Oxirgi etajda fitness ham bor. Ikkinchi uyimda yo'qman, ko'p vaqt tushadi. Ba'zi 10-11 bo'lib ketyapti oxirgi paytlar. Assalomu alaykum. Vaqtiga kelibdimi hali? Telefon qilasizmi? Kelarkan? Svet yoqib qo'yasizlar. Kelingiz. 20dan 23gacha yangi o'sha nima qildingizmi? Bepul dars. Bepul dars. Ofisga ko'chganingizga qancha bo'ldi? 1 oy bo'ldi. 1 oy bo'ldi? 1 oy bo'ldi. Hozirgi kunda mana shu hozir zamonaviy ayollar yokida shu zamonga qarab nima qilayotgan qizlar ko'proq nimani xato qilyapti? Nimada xato qilyapti deb o'ylaysiz? Besabrlik. Bitta kursdan eng katta natijani kutish. Bitta ishni oxirigacha olib bormaslik. Besabrlik eng katta xato. Sabr bilan bitta mehnat qilish kerak. Hatto bitta yo'nalishda 1 yil, 2 yil ishlash kerak. Ular sразу katta pul aytishadi. Bir kunda boyib ketish kerak.
yokida ertaga dam olishim kerak deb dam olgan toqqa chiqib ketishadi. Ba'zi bizdagilar yosh kattalar ancha mas'uliyatli. Mas'uliyatli. Alima Aybekovna bo'lish uchun qancha umringiz ketdi? Alima Aybekovna bo'lib 4 yil tanilishni boshlagan bo'lsam, 33 yil faqat bilim olib mehnat qildim-da. 33 yil men Instagramda blog olib, o'yinga tushib reels olmadim-da. Ko'proq faqat bilim olib tajriba oldim. 33 yil. 33 yoshdan keyin Instagramda 4 yildan beri meni tanilishimga sabab bo'ldi. Haligi yillar haqida gaplashadi odamlar, bu yil menga yomon keldi yoki shunaqa narsa sizda ham bormi? Yo'q, unga ishonmayman. Yomon kelgan yil bo'lmaydi. Tajriba oladigan, hayotiy saboqlar oladigan yillar bo'ladi. Keyin 2 yil menga sinovli kelsa, 3-yil hamma sinovlarni yopib ketadi. Masalan, 2 yil mobaynida olgan bilim va tajribalarim 3-yil ommaga sochaman. Shuning uchun men xohlardimki, hech kim yomon keldi, og'ir keldi emas, sinov va tajribali keladi. Ba'zi yillarda o'sha sinov tajribada olgan bilimlaringiz, ekkan urug'laringiz 3 yildan keyin ko'rinadi. Ba'zilar 1 yilda zo'r bo'lib ketdi, yo'q. 1 yilda zo'r bo'lish qiyin. Sinovli yillarsiz zo'r yil kelmaydi. Shuning uchun hamma yil har xil. Qayerda tajriba bo'lsa, o'sish bo'lsa shu zo'rda. Qarang, mana siz o'zga to'g'ri oilani farzandisiz. Siz prostaga yashab bersangiz ham bo'ldi-da. Nima sababdan siz o'zingiz bunaqa qiziqib, pul topib, shunaqa qilib yurgansiz? Ya'ni bu narsani shu yoshlarga maslahat qilib ayting, chunki siz katta tadbirkorning farzandisiz. Siz aytganingiz aytgan bo'lishi ham mumkin. Siz boshqacha o'zingiz harakat qilib hamma narsaga o'zingiz chiqyapsiz. Men yoshligimdan mehnat qilib deyishgan uydagilar. Uyda har doim ovqat qilganman 5-sinfdan. 7-sinfda ham oshxonani menga topshirib qo'ygan. Dadam erkak kishini qo'liga qarab qolishing kerak emas. Sen boshqa zamonda yashaysan. Sen o'zingni kartalaring bo'lib, o'zingni puling bo'ladi bankda. Sen bilim olishing kerak degan. Bizda yoshligimizda sen yashab bersang bo'ldi deyishmagan, o'qib bilim ol, ishla deyishgan. Men yoshligimdan yashab bersang bo'ldi demagan biz oilamizda hech kim. Men yashab berdim, oxirgi 2 yil katta loyihalar qilmadim. O'ta katta loyihalar qilmadim. Depressiyaga tushib qoldim. Men omma bilan har doim, rahmat. Omma bilan har doim gaplashsam shunda natija bo'lar ekanman. Boshqa odamga yangi loyihalar, bilim olish, harakat bo'lmasa depressiya bo'lar ekan. Men o'zi aytaman har doim o'quvchilarimga, yangilik qilmaganida Nokia eskirib ketdi. iPhone har yil yangi versiyasini chiqaradi. Inson ham har yil yangi versiyasini chiqarish kerak. Yoki ko'rinishini o'zgartirish kerak, yoki bilimini o'zgartirish kerak, yoki sohasida zo'r bo'lish kerak. Agarda jismonan, aqlan, ruhan tajriba bo'yicha rivojlanmasangiz, yashab nima qilasiz? Yashash, oddiy yashab berish, parazitlar yashaydi. Men deganim bu yil sohasi bo'yicha gapirganim. Mana misol, endi siz ham balki tanishlaringizda shunaqa narsa bo'lgandir. 2023-yilda oxiridan 2024gacha juda sinovli yil bo'ldi, juda ko'pchilikka. Tadbirkorlarga, kimdir o'zini holatida minus bankrot bo'ldi. Hamma sinaldi deb shuni. Ko'pchilik oxirgi paytda shunaqa gap so'z bo'lyapti. 2024 juda ko'pchilikda qandaydir nima deysiz, sinadi. 2025 sal keyin hayotga qarashini o'zgartirib, 2026dan boshqacha hayotni ko'rsatdi deb shu narsa hozirgi kunda trend bo'lyapti. 2025-yillarda qiyin bo'ldi. Ko'p o'zbek xalqiga, chunki kredit oldi hamma. Mashinasi kreditga, uyi kreditga, telefoni kreditga, ish kreditga bo'lganligi uchun kreditni xalq to'lamay qoldi. Xalqdan pul qochdi. Endi kreditini to'lab oldi hamma. Endi odamlarning qo'lida pul paydo bo'ldi. Bu iqtisodda, bu norma iqtisodda. Iqtisodda tushish bo'ladi, chiqish bo'ladi. Katta-katta kompaniyalarda ham bo'ladi. Bu oddiy holat. Pul siz uchun nima? Qulaylik, maqsadlarimga erishishga yordam beradigan instrument. Hozir men sizga qisqacha savollar berib o'taman. Ya'ni bu Reels format. Savolimiz, siz boy bo'lganingizdan keyin do'stlaringiz o'zgarganmi? Ya'ni o'zingiz yakkaxon bo'lganingizdan keyin. Menda do'stlar yoshligimdan bo'lmagan, oz. Toshkentga ko'chib kelganimdan beri men yolg'izman. Ya'ni do'stlaringiz bor, sanoqli. Do'stim deb jonini berish hammaning shaytoni bor-da.
Odam yaxshi bo'lishi mumkin, zo'r bo'lishi mumkin, lekin hammani shaytoni bor. Shayton borligi uchun hamma opa-singildek bo'la olmaydi. U do'stdan sodiqlikni kutish, siz orqangizdan gapirmasligini kutish, podдержканы kutish noto'g'ri. Insonlardan kutib bo'lmaydi, Allohdan kutish kerak. Sizni hech kim tanimaydigan joyda oddiy inson bo'lib yashagingiz keladimi? Amerikada yashab ko'rganman. Yoqmagan. Men qulaylikni yaxshi ko'raman. Haqiqiy hurmat qilishayotganini qanday bilasiz? Menga kerak emas insonlarning hurmati. Chunki insonlar o'zgaruvchan-da. Bugun like qo'ysa, bugun wow deydi, ertaga xalq neto bitta reelsda yelkam ko'rinib qolsa, aynibdi deydi. Indiniga namoz o'qiyotganim ko'rsam yaxshi ekan deydi. Insonlar o'zgaruvchan qilib yaratgan Alloh. Bu plyusga ham, minusga ham. Hammani o'zini har xil fikri bor. Sizningcha baxt sotuvsi bo'ladimi? Bu juda ko'pchilikka berilgan savol, lekin hammani fikri har xil. Qulaylikni sotib olsa bo'ladi, baxtni sotib olish qiyin. Baxt bu rizq Alloh tarafdan beriladigan. Uni tilab olish kerak, duoda so'rab olish kerak. Men shu bugun namozimni vaqtida o'qitishga joy namoz ustiga turg'izib qo'yding deb million marta shukr aytib, Xudoga shukr qilib baxtni his qilaman. Sajdada baxt. Baxt his qilmayotgan bo'lsangiz, namoz o'qimay qo'ygan bo'lasiz. Mana ko'pchilik sizni oldingizga kelayotgan yokida bir boshqa biznes partnyorlar ularga nima deb maslahat berasiz ko'proq? Maslahat bermayman, qancha maslahat bersam ham hayot o'zi yaxshi o'rgatadi. Insonlardan kutish kerak emas. Ko'pchilik boshlig'idan kutadi, mijozlaridan kutadi, xodimlaridan kutadi, klientlardan kutadi, o palonchi okadan kutadi. Mani Instagramda mashhur qilganlar palonchi okalar emas yoki opalar emas, mani oddiy xalq mashhur qilgan, Alloh xohlaganligi uchun oddiy xalq. Chunki mendan balandlar uchun men ermakman. Menga o'xshamoqchi bo'lganlar uchun men idealman. Shuning uchun men oddiy xalqni yaxshi ko'raman. Men mashhur yulduzlarga juda oddiy qizman. Oddiy xalq uchun balkim yulduzman. Shuning uchun menga oddiy xalqga xizmat qilish, oddiy xalqda duosini olish menga afzalroq. Uda xuddi ha, kalboy buzorlar. Boyam keng sur keladi. Nima? Qarang. Ha, keldi. Siz bo'lmoq bilan men bilan yarashmaydi. Mana, siz ko'p o'zi nechi pul nima kursangiz? Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Shunda mana hamma narsani shunda o'rgatadilar. Mana qarang, nechi pul bu kursiz? Siz uchun mutlaqo bepul. 21-22 may kunlari men bepul dars o'taman. U yerda hozirgi biznesingizda qilayotgan xatolar, biznesingizni to'g'ri boshlash va sotuvlarni oshirish texnikalarini o'rgataman. Oshirishingiz kerak. Sotuv biznesni yuragi. Sizning biznesingiz rivojlanyaptimi yokida bir joyda qotib qoldimi? Ishoning, men sizga kerakman. Mana hozir soat уже 7 bo'lishiga qaramasdan Alima opani bir kunlik ish jarayonini syomkasidamiz va hozir mana ikkinchi dubllardamiz. Bizni kuzatishda davom etib turinglar. Videoga like bosib, bizga obuna bo'lib, o'zingizlarni fikringlarni kommentariyada yozib qoldirsanglar, xursand bo'lamiz. Hammaga rahmat. Mana 12 soat deganda billa Alima opa bilan o'sha bir kunlikni o'tkazdik. Charchab, opam. 9 ga yaqin kiraman uyga. Andijonli opalarga o'xshab ovqat qilib yura olmayman har doim bolalarimga. Lekin ba'zida bo'lib turadi. 9 bo'lyapti. 12 soat. Sizga rahmat opa. Sizlarga rahmat. Yo'q demasdan bizni mana shu intervyumizga siz Charchab qolmadinglarmi Andijondan keyin? Yo'q. Endi Ish charchog'i, yaxshi charchoq. ha. Sizga katta rahmat. Rahmat sizlarga. Xudo xolasa keyingi intervyularda ham shunaqa doim Xudo xolasa. ishlashlik nasib qilsin. O'zingizni bir treyleringizda kamera atib qo'ysiz bo'ladi. Ko'pchilik faqat yaxshi tajriba deb biladi. Yomon tajriba ham, yaxshi tajriba ham sizni o'stiradi. Tajriba oling.